Qanaqa qilib mashina oldingiz, nimalar qilsa ko'proq hayotida boylikka, pulga erishadi? Qarang, o'zi mashinam bo'lgan. U mashinadan qarzdorlik tufayli ayrilganman. Lekin bir kuni shunaqa texnika o'rganganman. Bu texnika menga butun hayotimda mo'jizalar kirib kelishiga yordam bergan. Ya'ni ishonch texnikasi. Ishonch 100% ga chiqmas ekan, aynan Allohga nisbatan ishonch 100% ga chiqmas ekan, sizda orzularingiz amalga oshmaydi. Aynan mana tug'ilgan kunim kuni ertalab turganman. Adajonisi menga mashina olib bering deganman. Agar Allohdan men so'raganman va ishoning, sababchi bo'lishga harakat qiling deganman. Hech qanaqa pulsiz, hech narsasiz ko'chaga chiqib ketganlar. Soat 11 da menga telefon qildilar. Ungacha aytganlar, "Oyijonisi, meni pulim yo'q, sharoitim yo'q, hozir tegma" deganlar. Men xafa emasman, agar olib bermasangiz ham xafa emasman. Lekin men 21-iyun kuni qora mashina qizil bantikda salondan olib chiqib ketaman deb yozganman va men ishonaman, 100% bugun Alloh menga beradi. Lekin sababchi bo'ling. Soat 11 da menga har xil mashinalarning rasmini tashlayapti va o'zim aytganman, o'ta qora yo'q, eng qizig'i. Ular aytdi, "Oyisi, iltimos, qora mashina zakazga keladi, faqat hech qanaqa bir kunda salondan chiqmaydi."